check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple. Assalomu alaykum. Bugun barchaga qiziqarli va manfaatli bo'la oladigan podkast yaratish uchun jamlandik. Mehmon sifatida esa filologiya fanlari doktori, innovatsion g'oyalar yetakchisi, olima, bir necha korpuslar muallifi, xususan Alisher Navoiy mualliflik korpusi asoschisi, o'zbek tili mulk korpusi asoschisi, 2024-25-yillar yil ayoli sohibasi sifatida e'tirof etilgan olima, bir necha shogirdlar va talabalarning sevimli ustozi bo'lgan Abjal va Manzura Abdurashidovnani mehmon sifatida chaqirganmiz. Xush kelibsiz ustoz. Bu sohaga kirib kelishingizdagi ilk qadamlar qanday bo'lgan? Chiroyli savol bo'ldi. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Sohaga tasodifan kelib qolmaganman albatta. Maktabni bitirgandan so'ng oliy ta'lim muassasasiga tashrif buyurdik va u yerda barcha fanlar qatorida kompyuter lingvistikasi degan bir sehrli fan boshlandi biz uchun. Notanish edi va biz uchun hali yetib olish qiyin bo'lgan bir fan edi. Tushunish, anglash uchun chuqur bir tafakkur kerak edi. Mana shu o'rinda bizning rahmatli ustozimiz joylari jannatda bo'lsin, Abdumajid Po'latov Qayumovich darsga kirdilarda xuddiki bizni mana shu fanga rom etdilar, to'g'risi. Ya'ni bu fanni mantig'i, mohiyati, asosi nimalardan iborat, o'zbek tilini modelini yaratish, o'zbek tilini formallashtirish biz uchun terminlar yangi bo'lsa-da, lekin ustozimizning bergan ta'limlaridan, tushuntirishlaridan shunaqa oson tushunardiki, qilsa bo'ladigan ishlar ekan deb qabul qilardik. Va amaliy mashg'ulotlarda ham modellashtirish bo'yicha ayrim mashg'ulotlarni bajarganmiz. Mana o'zlarimizga ham dars berganimizda biz chuqurroq kirib borganmiz modellashtirishga. Biz ustoz bergan ta'lim bo'yicha o'sha har bitta so'zni shakllantirish, ya'ni so'z shakllarini shakllantirish bo'yicha modellarni yaratganmiz. Ishimizni avvali shundan boshlangan. Keyinchalik ustoz bilan o'sha suhbatlar jarayonida ustozning o'zlari, bilasanmi, o'zbek tilini modelini yaratgan, o'zbek tilini formallashtirishga hissa qo'shgan deganlari juda ham bir haligi mas'uliyatli vazifa bo'lganda. Buning uchun hatto ustozdan so'raganman, buni qanday amalga oshirsak bo'ladi desam, eng dunyoda zo'r formal til Esperanto tili. Sen shu tilni o'rgangan, ana undan keyin qolib qanday bo'lishini bilib olasan degan. Keyin ularning tavsiyasi bilan Esperanto xalqaro sun'iy til Esperanto tilini o'rgandim. Ko'plab ma'lumotlarni yiqqanim bois, yaxshi bir sevimli ustozlarimizdan Sulxumor Xolmonova ustoz, shuncha ma'lumotlar yig'ib qo'yibsiz, buni kitob qiling deganlardi. Qorog'i 3-sinfni bitirganimda bitta kitob yuzaga kelgan. 3-kursni bitirganimda. Demak, mana shu kitobni ilk kitobimni dunyoga kelishi va bu sohaga kirib borishi ustozlarimning da'vatlari, takliflari bilan yuzaga kelgan. Mana shuning uchun ham ustozlar ulug'lanadi. Bizni yo'limizni topib olishimizda, o'zimizni ichimizga kirib turgan bir qiziqishlarni ochib olishda ustozni o'rnini beqilish uchun hali hanuz ustozni har bitta muvaffaqiyatini eslayman va har bir muvaffaqiyatimga erishayotgan chog'imda ham, erishganimdan keyin ham ustozga bir duolar qilamanki, ruhlari shod bo'lsin deyman. Chunki ko'plab shogirdlarni yetishtirishda juda ham katta o'rni bor. Chunki ular motivator edi-da biz uchun. Shu nuqtai nazardan kompyuter lingvistikasiga kirib kelishimizga bizni o'sha sevimli ustozimiz rahmatli Po'lat Abdumajid Qayumovichning o'rniga beqiymiz. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi axborotlashgan asrda tilni qanday saqlab qolish mumkin? Chiroyli savol. Haqiqatdan ham bugun har bir sohada, har bir jihada raqamlashtirish ketyapti. Ya'ni bu degani jarayon kompyuterlashtirilyapti. Sun'iy intellekt metodlari qo'llanyapti. Mana shu holatda demak biz har bitta tilni umuman olganda umumiy konsepsiya bu
til ishlatilmas ekan, u iste'moldan chiqadi. Til raqamlashtirilmas ekan, u albatta o'lik holatga kelib qolishi mumkin. Nimagaki, avvalosi hozir tilga oldiki axborotlashtirish, raqamlashtirish jarayonidagi, to'g'rimi? Bu raqamlashtirish jarayonida muloqot nima orqali bo'lyapti? Ijtimoiy tarmoqlar orqali. Ijtimoiy tarmoqda o'zbek tili, ya'ni o'zbek tili bilamiz, davlat tili, to'g'rimi? O'sha davlat tilimizni faol qo'llanilishiga ijtimoiy tarmoqlarning o'rni beqiyos. Muloqot jarayoni, yozma muloqot. O'sha yozma muloqot jarayonida ham og'zaki, ham yozma muloqotlarni davlat tilida oshirilaverishiga yordam berish uchun o'sha tilni raqamlashtirishimiz kerak. Til raqamlashtirilsagina ana shunday gadjetlarda, texnologiyalarda, demak, vositalarda, texnologik vosita, raqamli vositalarda albatta uni ovozi taniladi yoki tanilgan ovoz yozma holatga o'tkazib beriladi yokida o'sha tilni qabul qilib ikkinchi boshqa tilga to'g'ri tarjima qilib beradi. Faqat o'shandagina, ya'ni tarjima qilish, ovozli matnni yozmaga o'tkazish, yozmani og'zakiga o'tkazib berish yoki matn tarkibida qanaqa his-tuyg'ular bor, ijobiy taassurot turibdimi, salbiy taassurot turibdimi yoki neytral matnmi? Mana rasmiy hujjatlar asosan neytral matnlar. Mana shularni aniqlash uchun ham til raqamlashtirilishi kerak. Ya'ni har bitta leksik birlik raqamli tizimga tanitilishi kerak. O'zini tilida, kodlarda tanitilishi kerak. Ana o'shandagina biz kutilgan rejaga amalga oshirib olamiz, kutilgan maqsadimizga yetib olamiz. Ya'ni davlat tilini nufuzi mana shundan oshadi. Shunchaki purhikmat so'zlar bilan yoki ura-uralar bilan u davlat tilini biz yuksaklikka ko'tarishimiz qiyin. Qaysidir ma'noda davlat tilini e'tirof etishimiz yaxshi, bayramlarda tilga olishimiz yaxshi. Bu faqatgina qaysidir sanalarda emas, balki jarayonda hamisha o'sha o'zimiz gapirib turgan o'zbek tilimizni, demak, raqamli texnologiya tarkibiga kodli tarzda kiritishimiz kerak. Ana o'shanda har bir so'z ustida, har bir tovush ustida, hattoki a degan paytimizda ham u hayronlikmi, savolmi tushunib oladigan darajaga yetadi. Hattoki emojilar deymiz, his belgilari. O'sha emojilarning qaysi ma'noda ekanligi, inkormi, rad etishmi yoki tasdiqni bildiradiganmi yoki jilmayib turishmi, yoki qahrmi, g'azabmi yoki rahmatmi, buni ma'nosini tushuntirib berish uchun ham albatta o'sha tilda emojilarni ma'nosi ochib berilgan bo'lishi kerak va ochib berilgan emoji va uning ma'nosi ochilgan birlik, leksik birlik kod tarzida kiritilishi kerak. Ana o'shandagina biz o'z so'zlarimizni muloqot jarayonida tez-tez anglab oladigan bo'lamiz. Masalan, tabriklayman degan vaqtda o'shanga xos agar ingliz tilida yozsangiz, congratulations da yozayotgan paytda shunga xos emoji chiqib kelaveradi. Language yozsangiz ham shunga xos emoji chiqaveradi. Bizning tilimizdagi o'sha emojilarni ham hamohangligi ta'minlansa, tabriklayman deyotganda ham gul bilan qanaqadir emojilar chiqib kelishi mumkin. Ana shu jihatdan, demak, o'zbek tilida yozishni qulaylashtirish, muloqotni qulaylashtirish, o'sha savodsizlikni ham bir qadar bartaraf etish uchun ham, ya'ni savodxonlikni oshirish desak o'rinli bo'ladi. Bizning davlat tilimiz raqamli holatga o'tishi kerak. Ana o'shandagina matnlarni yozayotganda xato o'rinlar to'g'ridan to'g'ri aniqlab beriladigan bo'ladi va uning xato joyiga to'g'ri variantlar taqdim etiladigan bo'ladi yoki avtomat ravishda to'g'rilab ketiladigan darajaga yetamiz. Rahmat ustoz javobingiz uchun. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, qanday qilib o'zbek tilini dunyo tillari qatoridan o'rinlatish mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Zo'r savol bu ham. Xo'p, o'zbek tilini dunyo tillari darajasiga ko'tarilishi uchun avvalosi uning muloqotini kengaytirish kerak. O'zbek tilida so'zlashuvchilar. Avvalgi savolga hamohang tarzda javob beraman. Demak, muloqot yaxshi bo'lishi uchun hozir hammamiz demak gadjetlardan foydalanamiz. Hammamiz qo'limizdagi shu vosita bor, aloqa vositasi bor. Hammamiz bir-birimizga yozishamiz, ovozli xabar yozamiz, to'g'rimi? Bu o'rinda hattoki ko'zi ojizlar, imkoniyati cheklanganlar ham chetda qolmasligi kerak.
hatto ular ham chet tillaridagi o'sha muloqot vositalarini yana ham qulay tarzda foydalanishayotganligini bilamiz. O'zbek tilida buni ham kengaytirib berishimiz kerak. Demak, butun jahonda o'zbek tilimizning yana ham keng doirada qo'llanishi, o'zbek tilidan qo'llovchilar, ya'ni o'zbek tilidan foydalanuvchilar diasporasining kengayib borishi bilan o'zbek tili nufuzi oshib ketyapti, to'g'rimi? Mana e'tibor beringlar. Shu jihatdan keyin oxir pirovardda nima qilamiz biz? O'zbek tilini dunyo tillari darajasiga ko'tarishga erishamiz. Demak, bu yerda muloqotning o'zimizning tilimizda olib borish, ya'ni o'zbek tilida olib borishi, o'sha bitimlarning ham o'zbek tilida qilinishi, ya'ni bu yerda siyosiy ishlar, tashkiliy ishlar, iqtisodiy ishlar, ta'limiy ishlar, sohaga oid ilm-fan sohasidagi barcha ishlarni faqat o'zbek tilida olib borishimiz to'g'ri bo'ladi. Va yana bitta joy, mana ko'p tadqiqotlar bo'lyapti. Mana Xudo xohlasa sizlar ham yaxshi zo'r tadqiqotchilardan bo'lasizlar. Eng zo'r kashfiyotga olib boradigan chuqur tadqiqotlarni qanchalik biz ko'p qilsak va o'sha tadqiqotlar o'zbek tilida qilinayotganligi bois natijada chet elliklar bizni tadqiqotimizni o'qishga oshibda bo'lishadi. Uni qayerdan bilishadi? Siz ham chet tilini bilasiz, ingliz tilini xususan bilasiz. IELTS olgansiz eng kamida qaysidir darajada. Demak, o'zingizning ishingizni maqola tarzida bir qaynoq qismini bergan bo'lasiz. Uni chet ellik olimlar yo tadqiqotchilar tanishib turib, sizni ishingizga qiziqish uyg'otadi. Keyin nima qilishadi? Bizni kutubxonalarimizda sizni o'zbek tilidagi tadqiqotingizni olishadi. Keyin o'zbek tilida bo'lganligi uchun o'zbek tilini o'rganib, uni ichiligini o'qib olishga harakat qilishadi. Eng mantig'ini topish uchun tarjimon tizimlari ko'p, undan foydalanish mumkin. Lekin asl mohiyatni yo'qotib qo'ymaslik uchun, o'zi anglashi uchun o'zbek tilini o'rganishga harakat qiladi. Ko'ryapsizmi? Ilm orqali tilni yoyishiga sizlar xizmat qilayotgan bo'lasizlar. Ham ilm fanimizni yuksaltirasizlar, ham o'zbek tilimizni ommalashtirasizlar. Ko'ryapsizlar, muloqot, ilmdagi chuqur tadqiqotlar, siyosiy o'zaro o'zbek tilidagi muloqotlar, iqtisodda demak o'zimizni mahsulotlarimizni yana ham talabgor, yana ham bir sifatli darajada qilib berilishi natijasida chetdan tijoratchilarning kelishi, o'zbek tilida muloqot qilib bu mahsulotlardan olib ketishiga erishish uchun ham shu tilni o'rganyapti, to'g'rimi? Mana ko'ryapsizlar, sabablar ko'p. Demak, biz hamma sabablarda hamohang eng yetakchi maqsad nima? O'zbek tilidan foydalanishimiz. Va o'zbek tilidan foydalanayotganda o'sha tijoratchi ham, siyosatchi ham yoki iqtisodchi ham barchalari, turizm sohasidagilar ham hammasini muloqoti o'zbek tilida bo'lishi kerak. Hammasini qo'lida demak vositalar bor. O'sha vositalarni albatta tarkibida raqamli o'zbek tili bo'lishi kerak. Demak, raqamlashtirish va o'zbek tilidan keng foydalanish. Ana shuni natijasida biz o'zbek tilini dunyo tillari darajasiga ko'tara olamiz. Mana ustoz, siz bir necha kurslar muallifsiz. Bugungi globallashuv davrida kurs ahamiyati qanchalik deb o'ylaysiz? Juda ham ahamiyatli, juda ham zarur. Til o'rganishda ham, tadqiqotlar qilish uchun ham NLP, ya'ni tabiiy tilni qayta ishlash va sun'iy intellektni yana ham rivojlantirish uchun ham juda kerakli va eng asosiy til siyosatini to'g'ri olib borish uchun ham korpus juda ham muhim hisoblanadi. 2025-yil 20-oktyabrda prezidentimizning qarori chiqqan. Ya'ni o'sha davlat tilini yanada mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida va u yerda bir qancha vazifalar berilgan. Asosan o'sha tilni raqamlashtirish uchun milliy korpus yaratilishi, NLP, ya'ni tabiiy tilni qayta ishlash sohasida ko'plab vazifalarni amalga oshirish uchun ham katta yirik resurslarni yaratishga qaratilgan vazifalar mavjud. Nimaga bu tilda siyosati darajasiga ko'tarilyapti? Chunki
to'g'ri, bu korpus yaratish kecha yoki bugun boshlanmadi. Korpus yaratishni biz avvaldan boshladik. Endi korpus yaratish uchun nafaqat lingvistik, balki texnologik jarayon ham kerakda. Ya'ni o'sha korpus uchun aynan texnik vositalar yaxshi bo'lishi kerak. Server yaxshi bo'lishi kerak, apparatlar muhim. Mana shu jihatdan moddiy mablag' talab qilingan. Shu boisdan qaysidir ma'noda o'sha o'z qo'l ostimizda mavjud bo'lgan vositalardan foydalanib korpuslar yaratilgan, debochalari qilingan bo'lgan. 2023-yilda universitetimizni olimlari jamlangan bir guruh tashkil etdik va Alisher Navoiy mualliflik korpusini yaratishga muvaffaq bo'ldik. Bu albatta juda ham oson kechgani yo'q. Alisher Navoiyning Hazoinul Maoniy kulliyoti qayta ishlanib, o'sha kulliyotdagi g'azallar qayta ishlanib, Navoiyshunos olimlar ishtirokida uning semantikasi ochilib, har bitta satrdagi izoh talab so'zning izohi o'sha kontekstda anglatayotgan ma'nosini ochib berish uchun hujjatli mehnat bo'lgan. Demak, korpus yaratish nimaga kerak bo'ladi? Aynan misol tariqasida aytaman, Alisher Navoiy mualliflik korpusi sun'iy intellekt metodlari yordamida qilingan va bu bizga o'zbek tilining tarixiy modelini yaratishga xizmat qiladi. Ya'ni o'zbek tilida aynan bu yerda asos bo'ladi, 15-asr tili asos bo'lyapti. 15-asr tili ijodkorlar asarlarida saqlanib qolganligi uchun eng yirik ijodkorlardan biz bilamiz turkiy tillar fenomeni Alisher Navoiy. Alisher Navoiyning eng sara ijodi saqlangan bu Hazoinul Maoniy kulliyoti. Ana shu nuqtai nazardan biz o'zimizni keyingi kelajakdagi maqsadlarimizga yetakchi bo'lsin uchun Hazoinul Maoniyni demak asos qilib oldik. Va u yerda o'sha ochiqlangan semantikasi ochiqlangan izoh talab so'zlar sun'iy intellekt yordamida qilindimi? Demak, sun'iy intellektni keyingi qadami o'zi uchratgan shunday so'zlarni tabiiy ravishda o'quvchiga ochiqlab berishdan iborat bo'ladi. Ya'ni o'quvchi qaysidir lug'atga tayanib, qaysidir lug'atni qidirish bilan band bo'lmaydi, vaqtini ketkazmaydi yoki qo'l ostida turibdi adabiyot fanida o'sha darsligidagi muayyan g'azalni o'qiyaptiki, uni tarkibida dahr, hajr yoki yana qaysidir so'zlar o'sha uchrab qolgan paytida lug'at qidirish bilan ovora bo'lmaydi. Shunday elektron holatda ochgan paytda sun'iy intellektni o'sha tarixiy o'zbek tilining tarixiy modelini yaratib olish natijasida ana o'shanda bu so'zlarning izohi avtomatik ravishda chiqadigan bo'ladi. Biz shunga tomon intilyapmiz. Ana ikkinchi korpusimiz o'zbek tili multikorpusi. Bunda 20 ga yaqin baza mujassam bo'lganligi uchun multikorpus deb nomlaganmiz. Gazetalar korpusi bor, ta'limiy korpusi bor, ya'ni bunda darsliklar, o'quv adabiyotlari jamlangan. Badiiy matnlar korpusi bor, poetik korpus bor, she'riy matnlar jamlangan. Aksentologik korpus bor, urg'uli matnlar jamlangan. Demak, bunday korpuslar nimaga xizmat qiladi? Masalan, aksentologik korpuslar o'zbek tilida boshqa til vakili o'rgangan paytda aynan milliy tilimizni xususiyatlarini bilib, o'sha talaffuzni tezroq o'rganish uchun aksentologik korpus kerak bo'ladi. Yoki parallel korpusimiz. Parallel korpusimizda o'zbek, turk, o'zbek, ingliz tarjimalari mavjud. Ya'ni ikki til birliklari muvofiqlashtirilgan korpus. Bu shunchaki tarjima qilingan asarni shunday olib to'g'ridan-to'g'ri kirgizib qo'yish emas, balki o'sha asarning tarkibidagi har bitta birlikni buni asar bo'yicha tanlab olinadi. Gap, so'z yoki abzats tarzida muvofiqlashtirish zarur. Masalan, o'zbek tilidagi qo'shma gap ingliz tiliga ikkita gap bo'lib tarjima qilish mumkin, katta ehtimol bilan. Yoki o'zbek tilidagi murakkablashgan sodda gap turk tiliga ikkita gap tarjimasiga ega bo'lishi mumkin. Demak, bu gap bitta gapni bu yerdagi ikkita gap bilan muvofiqlashtirish kerak.
moslash kerak bo'ladi. Xuddi shunaqangi jarayon o'tkazilgan bu qanday foydasi bor bo'lishi mumkin? Tarjimon tizimlarini takomillashtirishga, ya'ni mashina tarjimasini amalga oshirishga, tarjima qiladigan programmalarni yaratishga asos bo'ladi. Ya'ni bu yerda eskitda so'zma-so'z tarjima metodi ketmaydi. Endi o'sha statistik tarjima ham, neyron tarmoqqa asoslangan tarjima ham hammasi ikkalasi birlashib gibrid tarjima yuzaga keladi. O'sha gibrid tarjimaga parallel korpuslar vosita qilib olinadi, asos qilib olinadi. Shuning uchun korpuslar bu bitta elementar misolim bilan sizlarga tushuntirib beraman. Korpuslar biz uchun juda ham muhim, ahamiyatli. Shu boisdan hozir yoppasiga korpus yaratishga urinishlar ko'p. Bu albatta quvonarli holat. Nechadir million hajmda yaratilayotgan korpuslar ham mavjud. Lekin korpuslarni talabi bo'yicha yaratish kerak. Chunki juda katta bir milliard miqdordagi hajmga ega bo'lgan, ya'ni bu miqdor, bu hajm nima bilan belgilanadi? Token nomlaymiz NLPda. O'zbek tilshunosligida umuman an'anaviy tilshunoslik bo'yicha aytadigan bo'lsak, so'z shakli. O'sha so'z shakllarining miqdori bilan belgilanadi hajm. Juda katta hajmga ega bo'lgan bir tizim yaratilganligi bu korpusni tashkil etmaydi. U korpus hisoblanib qolmaydi. Korpus bo'lishi uchun albatta uning tarkibidagi matnlar qayta ishlangan bo'lishi kerak. O'sha matn birliklari qayta ishlangan bo'lishi kerak. Balki sizlarning keyingi savollari shu bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Korpus qanday yaratiladi yoki korpus talablari qanday? Korpus talabi faqat o'sha elektron kutubxona sifatida xizmat qilish emas. Agarda unda faqatgina matnlar jamlanmasi bilan kifoyalansa edik, biz oddiy elektron kutubxonani ham korpus deb atagan bo'lardik. Yo'q. Korpus bo'lishi uchun o'sha kutubxonalarda, elektron kutubxonalarda saqlanadigan materiallar ham olinib, u qayta ishlanadi. Ya'ni o'sha mashina o'qiydigan formatga o'tkaziladi. Uning meta ma'lumotlari tayyorlanadi. Har bitta matn tokenizatsiya jarayonidan o'tkaziladi. Tokenizatsiya qilinish natijasida olingan har bir tokenlar morfologik bosqichdan o'tkaziladi. Ya'ni har bitta so'zning turkumi aniqlanadi, qo'shimchalarning vazifasi aniqlanadi, qo'shilish tartibi asos bilan qo'shimchalarning qo'shilish modellariga asosan ularning qo'shilish tartibi, lematizatsiya, steaming jarayonlarini bilasizlar. Bu jarayonlar amalga oshiriladi, ular qayta ko'rikdan o'tkaziladi, to'g'ri holatga kelgandan keyin ishga tushiriladi, sintaktik bosqichga o'tiladi. Sintaktik bosqichda gap bo'laklarini aniqlash algoritmlari tuziladi, inversiya holatini aniqlash algoritmlari tuziladi. Umuman olganda to semantik bosqichdan ham o'tib yakuniy bir universal bosqichga yetguncha tilshunosning aynan axborot tizimlari lingvistining ishi, mehnati juda ham zarur. Shunchaki dasturchi yoki sun'iy intellekt mutaxassisi yirik hajmdagi o'sha deylik milliy kutubxonamizdan kitoblarni olib milliardlab hajmga ega bo'lgan bir tizimni yaratib qo'yganligi bu korpus hisoblanmaydi. Mana shu milliardlab tokenlarni yuqorida aytganimizdek qayta ishlash kerak. Va qayta ishlab uni korpusni ishchi jarayonga keltirgunga qadar mashaqqatli mehnatdan qaytmasa kerak. Chunki korpus yaratish juda ham hijjalab ishni talab qiladigan mashaqqatli ish hisoblanadi. Har bitta so'zni ustida ishlash kerak. Har bitta tovushni ustida ishlashga to'g'ri keladi. Hattoki masalan a tovushi 6 xil ma'noga ega bo'ladi. Ya'ni vazifaga ega bo'ladi. Hatto ma'no kasb etadi, semantik xususiyatga ega bo'ladi. Demak, har bitta holatni e'tiborga olib yondashishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda shuning uchun ham sun'iy intellekt axborot tizimlari va tilshunoslik mutaxassislari jips bo'lib kollaboratsiyaga tushishi kerak. Hamkorlikda ish qilish kerak. Shunchaki hamkorlik emas, balki har bir vazifalar teng taqsimlangan holatda mas'uliyatli ravishda amalga oshirilgan bo'lishi kerak-da. Ana o'shandagina biz bir haqiqatdan ham
til ta'limiga, ya'ni til o'rgatishga, ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishga, o'quv jarayonida foydalanishga, NLP va sun'iy intellekt yo'nalishlari vazifalarini amalga oshirishga, til siyosatini belgilangan vazifalar darajasida uddasidan chiqishga erishamiz. Tilshunoslar o'sha materialni yig'gandan keyin ham uni tizimlashtirish jarayoni bor, axborot texnologiyalarining ishi. Uni tilshunoslar qilmaydi, to'g'rimi? Baravar birgalikda. Shuning uchun men chuqur hamkorlikni bekorga aytmadim. Uni tizimga kiritayotgan jarayonda albatta xatoliklar yuzaga keladi. Bu xatoliklar o'zim Alisher Navoiy ma'rifiy korpusini yaratish jarayonida 3 oy dasturchilar bilan birga ishlaganman. Qayerda xatolik yuzaga kelayotganligini, deylik, dastur kodida yuzaga kelgan xatoliklarni birga ochar edik. Biron so'z bilan xatolik yuz bersa, uni men o'zim to'g'rilaganman. Algoritm kerak bo'lsa, masalan, deylik, birikmali izoh talab birlikni ochish kerak. Tizim faqatgina bitta yakka so'zni ochishga qodir bo'lyapti. Birikmali holat 8 ta so'zgacha ega bo'lgan holatlarimiz bor. 8 ta so'zgacha birgalikda, bitta satrda birgalikda kelib, yaxlit bitta ma'no anglatadigan satrlar borki, buning uchun NLP metodlarini qo'llashga bizga to'g'ri kelgan. Ana shu NLP metodini qo'llash uchun ham o'zim algoritmni tuzib berganman. Ya'ni dasturchilarimiz o'sha o'ylanib, buni mantiqan yondashuvini o'ylayapmiz degan paytda hatto o'zim o'sha o'rinda ketma-ket algoritmlarni o'zim qilib berganman. Mana shu jarayonda demak tilshunos o'zini ko'rsata olishi kerak. Mana shu o'rinda hamkorlikdagi ish yaxshi natija beradi. Mana shu hozirgi kunda yaratilayotgan korpuslar xalqaro standartlarga qay darajada javob bera oladi? Shu kunga qadar tayyorlangan va hozirda aynan bir katta ko'lamdagi korpuslar ustida ish qilingan jarayonda har bitta yaratuvchi, ya'ni o'sha korpusni tayyorlovchi albatta dunyo korpuslarini o'rganib, undagi tajribalarni va imkoniyatlarni o'zi yaratayotgan korpusga hamohang qilishga harakat qiladi. Xususan biz ham shunday qilganmiz. Aynan dunyo miqyosida yagona o'sha ma'rifiy korpusi o'rganildi. William Shakespeare ma'rifiy korpusi o'rganilgan, undagi imkoniyatlar tadqiq etilgan shogirdim tomonidan va ularni tadqiqotlarini men ham birgalikda ko'rib chiqib shunga amin bo'lganmanki, Shakespeare ma'rifiy korpusida o'zi bir magistrning ishi hisoblangan boshidan. Keyinchalik u juda ham yaxshi manfaatli bo'lganligi uchun shu o'zi o'qigan universitet tomonidan moddiy mablag' kiritilib, u yanada ham ommalashtirilib, keng doirada qo'llaniladigan darajaga ko'tarilgan. Va unda ingliz tilining tarixiy shakllari uchraydi. Buni tarjima nazariyasida ta'lim olayotgan talabalar bilan birgalikda biz amaliy mashg'ulotlarda ko'rib turib, you olmoshining, ya'ni sen, you, olmoshining tarixiy shakllari ham bor ekan. Men hattoki boshqa guruhlarga kirganimda you tarixiy olmoshining tarixiy shaklini toping deb vazifa berganman hatto. Sizga esa vosita Shakespeare ma'rifiy korpusi bo'ladi deganman. Har xil matnlarni ko'rishgan, kimdir topgan, kimdir topolmagan yokida spring so'zining yana qanday ma'nolari borligini toping. Nima orqali? Lug'at ham korpusdan. Lug'atni tayyor ko'rasiz, korpusda hali ochilmaganini topasiz deganman. Lug'atdan ko'rib turishib, keyin korpusga o'tishdi. Korpusda uni qo'shimcha ma'nolarini ham topib olishdi. Masalan, bahorim deb erkalatilgan joylar bor ingliz tilida. Ana o'shanday tarjimaga ega bo'lgan birliklarni topib olishgan. Demak, bu tarixiy korpusni ko'rib turib, biz ham Alisher Navoiy ma'rifiy korpusida xuddi shunaqangi izoh talab so'zlarni yoki tarixiy so'zlarni bugungi kun o'quvchisi tez tushunadigan holatda qisqa va lo'nda izohini berishimiz kerak ekan deb tushunganmiz-da, topishligi uchun. Chunki
hali aytdim, yu olmoshini tarixiy shaklini topinglar deganda ular qiynalishgan. Nimagaki u yerda yu olmoshi ekanligi ifodalanmagan. Shunchaki sen deb qatnashgan birlik ekanligini o'sha ingliz tilini biladigan o'quvchi topib olish kerak. Sen yoki siz olmoshini ifodalaydigan bir birlik borligini topib olish kerak. Chunki yuning tarixiy shakli butunlay boshqacha ko'rinishda yoziladi. Shundan xulosa chiqarganmizki, demak, bizning Alisher Navoiy ma'rifat korpusimizda toping degan jumla bo'lmasligi kerak, balki hattoki 6-sinf o'quvchisi ham o'qib tushuna oladigan darajada bo'lish kerakki, Alisher Navoiy ijodini o'qishli qilishimiz kerak. 15-asr tilini tushuna oladigan qilishimiz kerak degan nuqtai nazar bilan yondashganmiz. Va biz mana shu korpusni yaratishga muvaffaq bo'ldik. O'qiyotgan paytingizda aytganimdek, maktab o'quvchisi o'qiyotgan paytida ham o'zi tushunmayotgan so'zni shunchaki sichqonchani shu chap tomonini birgina bosib qo'yish bilan o'sha so'z ustida izoh ochiladi. Lug'atsiz o'sha izohning o'zidan tarixiy so'zni ma'nosini bilib olinadi. Bu juda ham katta taassurotlar, juda katta qiziqishlarni uyg'otgan. Xalqaro anjumanlarda, ma'ruzalarda qatnashganimizda, hattoki Qozog'istonlik olimlarimiz Markaziy Osiyoda yagona ma'rifat korpusi va talabga javob beradigan korpus deyishgan. Demak, mana savolingizga mana shu e'tirofni o'zidan javob olishimiz mumkin. Yaratilayotgan korpuslarimiz dunyo korpuslariga tenglashishga harakat qilinyapti. Demak, dunyo korpuslari talablariga qo'yilgan talablar asosida yaratishga muvaffaq bo'lyapmiz va shu yo'lda mehnat qilyapmiz. Albatta hali bir qancha qadamlar, bosqichlar hali oldinda. Dunyo korpuslari masalan 1960-yillardan yaratilib boshlangan bo'lsa, ingliz tili korpuslari 80-yillarga kelib kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi evaziga yana ham jadallashib rivojlandi. Oradan qancha vaqt o'tdi? Bizning navqiron korpus lingvistikamiz sohasi esa o'zini endi mana namoyon qilib bo'y ko'rsatdi. Demak, qisqa muddatda biz korpus yaratib ulgurdik. Qisqa muddatda tabiiy tilni qayta ishlash sohasiga doir vazifalarni bajara oladigan korpuslarni yetkazib berishga ulguryapmiz. Qisqa muddatda o'zbek tilini ham tarixiy, ham zamonaviy modelni yaratishga asos bo'ladigan korpuslarni yarata olyapmiz. Yana bir qancha bosqichlarni o'tib olsak, morfologik bosqichdan o'tdik, sintaktik, semantik bosqichlarni ham to'la to'kis. Chunki ish boshlangan, uni yakuniga yetkazib olsak, ana unda biz baralla ayta olamiz. Mana biz dunyoga ochildik, dunyo korpuslari bilan tenglashib olamiz deb baralla ayta olamiz. Albatta hozir ham kam emas. Morfologik bosqichlardan to'la to'kis o'tib bo'lganmiz, sintaktik bosqichga biz yuzlashib bo'lganmiz, semantik bosqichni ham qaysidir darajada demak bajarib bo'lyapmiz. Biz oxiriga yetish jarayoniga o'tishimiz kerak. Chunki til ijtimoiy, tilga yangi so'zlar kirib kelaveradi yoki so'zlar, qaysidir so'zlar iste'moldan chiqadi. Bularning ustida doimiy ish ketaveradi. Korpusning ish jarayoni oxiriga yetdi deyishimiz albatta noo'rin, lekin biz ko'zlagan rejalar bosqichma-bosqich o'sha bir o'zini tugal holatiga kelsa, keyingi qo'shiladigan yangi so'zlar, chiqib ketadigan iste'moldagi so'zlar avtomat ravishda bajariladigan bo'ladi. Mana siz hozirgi kunga qadar bir nechta korpuslar yaratildi. Bundan keyin ham yoki kelajakda yana boshqa turdagi korpuslar yaratish rejangizda bormi? Albatta, mutaxassis sifatida ko'plab korpus yaratish rejalashtirilgan. Mana shuning uchun ham o'zbek tili multikorpusiga asos soldik. O'zbek tili multikorpus tarkibida 20 ga yaqin til korpuslari turlari qamrab olingan. Folklor matnlari korpusi, bolalar adabiyoti korpusi, parallel matnlar korpusi, internet matnlari korpusi, yoki lingvistik matnlar korpusi, adabiy matnlar korpusi, adabiy tilda yozilgan to'liq adabiy tildagi korpuslar hisoblanyapti. Aksentologik korpus, multikorpus, ya'ni
o'sha video matnlarga ega korpuslar. Shu tarzda biz 20 ga yaqin til korpuslarini qamrab oldik. Ana endi bizni galdagi vazifamiz bu korpuslarni turi bo'yicha bazalarni boyitib borish va tilning qaysidir masalasiga bog'liq ravishda til korpuslarini yana ham ko'paytirish. Chunki imkon qadar tilning barcha jabhalarini, barcha matn tiplarini, barcha uslubini, barcha janrlarini qamrab olgan korpus yaratilsagina u to'kis tugal bir yirik korpusga aylanadi. O'sha korpus o'zbek tilining har qanday xususiyatlarini tadqiq eta oladigan darajaga yetadi. O'zbek tiliga doir bo'lgan o'sha diaxronik tadqiqotlarni amalga oshirishga, sinxronik tadqiqotlarni amalga oshirish uchun ham yoki qaysidir shaklni qachon kelib chiqqan, qaysi davrda ko'p qo'llanilgan yoki qachon kirib kelgan, qanday tarjimaga ega bo'lgan, mana bu jihatlarni ham to'la to'kis o'rganishga muvaffaq bo'lamiz. Agarda biz tilning barcha jabhasi, barcha qatlami, barcha sathlarini qamrab olmasak, ana unda biz bir universal to'xtamga kela olmaymiz muayyan bir tadqiqot bo'yicha. Faqatgina qaysidir jihatdan, masalan, bolalar adabiyotida qaysidir so'zlarning ko'p qo'llanilishini nisbiy tarzda olishimiz mumkin. Agar biz bolalar adabiyotiga xos bo'lgan barcha adabiyotlarni qamrab olsak, ana unda bizani to'xtamimiz o'rinli bo'ladi. Bitta nuqtaga qo'yadigan darajada, bitta qat'iy qarorni beradigan darajaga ega bo'ladi. Shuning uchun til korpuslarining turlarini, o'sha matnlarni ko'lamiga, vazifasiga, uslubiga, janriga, tipiga qarab turib ko'paytirib borish kerak. Faqat son emas, sifatga ham e'tibor berish kerak. Rahmat ustoz, vaqt ajratib suhbatga kelganingiz uchun. Albatta bu mavzu hammamiz uchun qiziqarli va manfaatli bo'ladi. Chiroyli javoblaringiz uchun ham rahmat ustoz. Salomat bo'linglar. Bu podkast kelgusida chuqur tadqiqotlaringizga bir turtki bo'ladi degan umiddaman. Rahmat ustoz.